Hay kızlar, koya bular jiyindiniz. Hay tota kızları. Mine hali Qozondan keleydim. Sizni ko'rdim da, mine sizga kelib koya barasiz bulay. Hali Qozon Biz bayramga boramiz. Bugun bit bayram. Bayramga chaqirdilar. Podmoskoviyada. Qozon Pushkin shahrida boramiz. Qozonda da bugun bayram. Bayram. Garmun bayrami, Shamil. Butun Rossiyada bayram. Shamil. Eydagi nima bayram? Biz yerda o'tiramiz shu gruppada. Ya. Bizni bu yerda bir yilliklar. 5 aprelda. Bugun Ilk shunda o'tirgan edi. Jigitlar, qizlar, davay qilib jiberamiz ularni bayramga. Qizlar, yigitlar, ming jir sevishli do'stlarim. Salamlar sizga maskazlar. Biz yo'ldalar sizni shu bayramingiz bilan qutlab qolamiz. Sizga mana ertadan kechga qadar garmonlar bilan o'ynab, jirlab, shlay turib totarimizni unutmaycha yasharga yazsin, shular gurlashib, do'st bo'lib yasharga yaxshi kayflar bilan ko'ngil ko'tarib bayramimiz salomatli bo'lsin barimizga. Bayramingiz ko'ngilli bo'lsin uchun bizdan sizga salam jir jiberamiz. Bilasizmi deydi? Biz Moskva shahrida yashab tursak-da, bizning totar tili turmushidan unutmaymiz. Shuning uchun elektrichkada bo'lsa-da, bizning Abdulla Tug'ay bizning yozgan shi'r yo'llari bitta Totar folkloring gimnini aytadi. Gimni. shuni yig'lab beramiz. Sizga bular yaqdaşlarımni, garmonchilarga qo'yinlar salamimni yetkazam. Men bu oyoqlarına salamimni jiberaman. Men Qozon Yashiluzan yoqlarına, o'zimning tug'an avlima, Yuvinchi Kugay avullarına salamlarimni jiberib qolaman. Men Uliyam ülkesine bizim kayna selamlarını jiberib qolaman. Yigitlar, qizlar, bakka bayramlar bilan sog' bo'lib qolg'in.